Obunachilar barraqosini yiriklaridan, puli arzonidan, o'ta ham arzonidan olaman degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa yetib keldi akalar. Assalomu alaykum Chorva vodiyda ashaddiy obunachilari hamda YouTube'da bizni muntazam kuzatib boruvchi akalar. Bugungi hafta kuniga shanba 2026-yil sanamizga 18-aprel. Kuningiz fayzli va barakali o'tsin deb bugungi videolarimizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqshovonda Mahmudjon akaning qo'ralarida xohlasam video syomkani olmoqdamiz akalar. Bittadan like bosib kanalimizga obuna bo'lib turinglar. Qo'ylarni arzonlaridan, puli yengillardan chiqarib olishda harakat davom ettiramiz akalar. Videoga bitta like bosib, obunani bosib turinglar akalar. Bunaqa sariqlaridan, zo'rlaridan, ichida oqlaridan bor ekan, noyoblaridan akalar. Xudo xolasa, son nechta buni tog'a? Soni 40 dona. Hammasi sog'liqmi bular? Sog'liq qo'chqarlar. Sog'liq qo'ch 50 nechtaning? 50 ga hisoblaring chiqarib olasiz. 20 dona sog'liq, 20 ta qo'ch bor. Xudo xolasa, narxlarni ham arzon qilib beraman deb aytdilar akalar. Lekin akalar o'zini yiriklaridan. Xo'p, yeb ichishlari zo'r mana. Yem hashakka o'tgan xudo xolasa, xotirjam sinovini bir haftaga olaverasiz. Bedani xotirjam yemlamay yutib turibdi akalar. Bemalol ko'rib olaverasiz. Xudo xolasa puli ham arzon narxda qilib bitirib beriladi akalar. Hammasini bir joyga olsalaring 3 million so'mdan xayri kami sunnati bo'ladi akalar. Aytilgan narxlar muhim emas, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa hammasini bir joyga oling, 3 million so'mdan kami bor ekan. Bu xudo xolasa onlayn bozor xom savdo. Xudo xolasa chiqadiganini berib, telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Bitta ikkita holatdan menga obunachilarimiz uchun bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hammasini bir joyga olaman deganlar uchun narxi kelishlarda xeyli kam bo'ladi akalar. 3 million so'mdan soni 40 dona. Yosh oyligi, 4 oylik, 3,5 oylik atrofida. Like bosib obuna bo'lishingizni tashmasin akalar. Xudo xolasa o'zlarni zo'rlardan chiqarib borishda biz davom etamiz. Xudo xolasa hamdaqa tik dumbalarda, lekin qo'yib olaman degan obunachilarimiz uchun sariqlari ham idealidan mana. Oqlari ham zo'ridan ekan. Xudo xolasa juda rang-barangidan boqaman degan obunachilarimiz uchun keldilar. Xudo xolasa akalar. Yeb ichishlari zo'r holatda, mana shu holatda turibdi. Bittadan like bosib yurishni qilsangiz, o'zlari arzon qilib chiqarib olishda biz davom etamiz akalar. Xudo xolasa ko'ringlar. Qator masofadan turib mana ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ylarni 65 plus minusga olaverasizlar, lekin o'zingizga bir qator ahamiyat berib qo'yapmiz. Hammasi yeb ichishlari zo'r. Shu bilan videolarimizga yakun yasaymiz akalar. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib obuna bo'lishni eslang chiqmasin. Bizga podpishka bo'ladi akalar. Oldindan katta rahmat, hammani omadini.